Savoqdash, endi S harfi bilan tanishib beqing. Baş S. O'tira S. O'g'lanmi S. Yolg'iz S. Sodir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomonni teshib chiqdi? Tarxundan ketirilgan is quyoshni tuzib oldi. Quyosh hechnimani ko'ramligashga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppuda qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. S'ga a'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga a'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga o'ni qo'shsak, so bo'ladi. Se-o so. Se-a-sa-ni san. Se-a-sa-ni sen. Se-o-so-te sot. Ağa sanni qo'shsak, asan bo'ladi. Se-a-sa-ni san. Asan. Kaçkolla. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? Ingaklaring qizirib, qash-ko'zlaring qap-qara bo'lib ketibdi-ku. Nima bo'ldi Samsoq aka? Nimasin deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgan tasliq qoldi. Ular texi uningdan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayyanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'tiradigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqda qanday qilamiz? Qanday qiladi? Senmi qarab turadigan bo'lsang, ular qiymikash bilan chanab, menani qitig'ini chiqarib o'tadi. Andin qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Oqibatning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men qo'rqib ketdim. Tezroq bir amal topsangchi Samsoq aka. Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoyliga chiqib qarab boqaylik. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sanduq yasayapti. Biz avval sanduq ustiga chiqib sinab boqaylik. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hay, Samsoqjon, sen kichkam chaqqan bo'lgan ekan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketaylik. Oy! Azadlık'a eriştik. Biz erkinlikka chiqdik. Ey, Samsoqjon, ehtiyot qil, orqangga yon, poyezd keldi. Voy xudoyim. Aldirab qo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'ngli ayrilganni eyiqya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytib ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi boraman? Hey.